tajriba stansiyasining birligida toza hudud chellenjini davom ettirish ishlari amalga oshirilmoqda. Mana bugun stansiyaning dala maydonidagi dala chetida plastik idishlarni tozalash ishlari amalga oshiriladi. Toza hudud chellenji doirasida institut ham Toshkent tajriba stansiyasi dala chetlari tozalandi. Plastik idishlar va chiqindilar bilan tozalash ishlari amalga oshirildi. Bu maqsad toza hududni amalga oshirishdan maqsad keyingi avlodga yerlarni unumdorligini saqlash va qishloq xo'jaligi yerlarini obodligini saqlash, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu chellenjni davom ettirilishi bu juda muhim, chunki tadqiqotlarimizni toza hududga olib borish va toza yerlarda olib borish yanada samaradorligini oshirishga erishiladi.